Qanchasi yer? Ko'p. Xohlaganingizcha olishingiz mumkin. Mana 530 ming qarzim bor. Demak, qarzingiz to'lash uchun olyapsiz shuncha pul. Men olaman 650 ming. Yaxshi. Ko'rib turganinglardek, 1 million dollar olib kelindi. Xohlaganingizcha olishinglar mumkin. Kimda ideya bor? Gapirsanglar jim turmasdan. Biz axir jamoamiz. Nima qilamiz? Menimcha o'yinni davom ettirish kerak. Kechirasizlar bola, mani qarzim bor. Shunga men nima qilay? Mani qarzim bor. 530 ming qarzim bor. Baqirma menga. Har bir ota kabi ertalabdan kechgacha ishladim. Farzandlarim biror narsaga zor bo'lmasin deb ishladim. Mani oilam bor. Va men har bir ota kabi bolam qonun to'g'ri qo'yishim kerak. Bu sizlarga o'xshab. Tushunsanmi? Gapimiz har his qolsanmi? Mani oldimga maqsad qo'ygan narsam bu. La'natli pullar. Bu. Oilamiz birinchi o'ringa qo'yganman. Bundan qilishdan ustun ko'rmaganman. Va hozir ham shunday bo'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Bolalar, men ketaman ko'rsatuvdan. Твой маяк подарил мне Бог.